Ustilar qarsildoq, ichida qaymoqli muz, markazida mangoli sous. Hozir hamma joyda trendda bo'lgan, faqatgina onlayn kurslarda o'rgatilayotgan desert retseptiga qarab o'tiribsiz. 200 gramm mangoni to'g'rab, asal solib gazga qo'yamiz. Endi qaynashga shaylanganda yarimta limon yoki lime suvini siqib blender yordamida ezib olasiz. Sitadan o'tkazib, idishga mango pyuresi, 200 gramm mango, ustidan kraxmal va suv aralashmasini soling. Qaynatamiz, sovutamiz, qolipga joylab muzxonaga jo'natamiz. Pastroq olovga qaymoqni qo'ying. Ustidan jelatinni solib yaxshilab aralashtiring. Jelatin erigandan so'ng gazni o'chiramiz. Oq shokolad va qaymoq solib ko'pirtirib, muzlatgichga jo'natamiz. 2 soatdan keyin kremni yana bitta ko'pirtirib, qoliplarga avval krem, keyin esa muzlatilgan mangoli sousni joylashtirib, ustini kremlab, muzxonaga jo'natamiz. Yaxshilab qotganidan keyin ustini shokoladga botirib, yesa bo'ladigan bo'yoqlar yordamida mango ko'rinishini beramiz. Bu eng oddiy va oson usuldagisi. Juda mazali. Albatta sinab ko'ring.